Dunyodagi eng qimmat 5 xil qo'yni bilamsiz. Do'lan qo'yi qanchinchi o'rin tizlalaydi. Bu hammamizni bir qadar qiziqtiradigan tema. Chunki qo'y degan bu adash bizning eng yaqin do'stimizdan birisi. Shundaqla kundalik turmushimizda kam bo'lsa bo'lmaydigan oziq manbasi. Odatda qo'ymi nurg'un turlarga bo'linadi. Buning ichida ba'zi sort qo'ylar intayin qimmat bo'lib, ba'zi bizni hayron qoldira oladi. Shundaqla gapning mig'iziga kelsak, zodi qaysi qo'y eng qimmat? Javobini bugun maslaga deb beraya. Uyinglarda bunda qo'ylar bormi? Qarab beqinglar. Beka o'qishma yeb solmanglar yana. Qaysisi borchanyang. Buni men borta qo'yi deb tarjima qildim. Bu adashning asli makoni Janubiy Afrikaning Umid tumshuq rayoni bo'lib, dunyoda danglik cho'ng tipdagi go'sht o'shkisi nasli. Shunga uning go'sht o'shkisi Shayi degan nom bor. Uning yetilish sur'ati tez, go'sht ta'mini qora go'sht nisbati yuqori, massachanlik kuchli. Bir sorti yaxshi import qilingan naslli qo'shqarning bahsi odatda 300 ming yuanga yetadi. To'rtinchisi Damashq qo'yi. Bu qo'y Suriya rayonida barliq kelgan. O'rta Sharq rayonidagi oz uchraydigan nasl hisoblanadi. Uning tashqi qiyofati o'zgacha, basunki g'alita, burni egiz ham to'mpiyib chiqqan. Astinqi engak sunki chiqib turadi. Qulqi nihoyat uzun, zapas miqdori oz. Uning ustiga O'rta Sharqdagi baylar uni arimak hayvon qatorida. Boqqashqa hisob naslik Damashq erkak o'shkisini xalqaro bozorda 4-500 ming yuanga sotqili bo'ladi. Uchinchisi Texas qo'yi. Lincoln va List qo'yi bilan yerlik qo'yni shalqlashtirib yetishtirish orqali yetishtirgan chatalning donliq go'sht qo'y nasli. Ko'p gezak tug'ish, qo'zining yetilish sur'ati tez, yine cho'ng go'sht berish va yung berish iqtidori yaxshi bo'lishdek alohidliklarga ega. 2022-yil 8-oyning 27-kuni Angliyaning Shotlandiyadagi bir chorva kemartiq qilib setish yig'inida qo'sh olmas deb ataladigan Texas qo'yi 365 ming funt sterling, ya'ni taxminan 3 million 320 ming yuan xalq puliga setilgan. Nadir kino filmlarni dal vaqtida ko'rmoqchi bo'lsangiz, yuqorqi salonga egishib oling. Oylik a'zolik faqat 1 yuan. Ikkinchisi Vangar qo'yi. Asli makoni Afg'oniston. Uning jug'i yo'g'an, yungi yumshoq, eti tamlik, quliqi cho'ng, basyonki o'zgacha. 4 to'pining soni oz. 2012-yil 4-oyda Xinjiang Yangsar noyasidagi bu xil qon sistemasiga ega Vangar qo'yiga 12 million yuanlik yuqori baho qo'yilgan. Birinchisi Do'lan qo'yi. Bu vag'jir qo'yi bilan Xinjiang makit yerlik qo'yni shalqlashtirib yetishtirishni shakllangan bo'lib, soni oz, bahosi qimmat. Go'sht berish iqtidori nihoyat yaxshi. Go'sht ching, may tarkibi yuqori bo'lib, turqi yo'q deyarli. Bu qo'yni yeydigan odammi yo'qtu hamdi. Bir mahal eng qimmat bo'lgan Do'lan qo'yining bahosi 14 millionga yetib, dunyo bo'yicha eng qimmat qo'y bo'lib qolgan.